eng boshidan aytib qo'ymoqchiman. Chorshanba kuni, sredada, ruschasiga sreda 19:00 da video debat bo'ladi. Bitta rus o'rtog'imdan, nomi Alek. U trader, tushunasizlarmi? Moliya bozori. 2017-yildan beri shug'ullanib keladi o'sha tradingdan. Trading moliya bozori. O'shaning uchun tavsiya qilaman biznesni ko'rishga. O'zingizlar tushunasizlar, bu laxatron emasmi, nima bo'lyapti bu moliya bozorida, tushunasizlarmi? O'zingizlar bilasizlar, Shuhrat Musayev cho'chqa butun reklama qilib yotibdi. Mana bir oy o'rganinglar, mana kursimda, o'sha trading kursimda, keyin bo'lsa divanga yotib pulni soqqani sanaysizlar deyapti. Soqqani kruttoy, короче, kruttoy gaplar qilyapti Musayev. Mana shu aytayapman-ku, mana shu rusni ko'ringlar videosini, keyin bilasizlar, soqqani divanda sanaysizlarmi yo'qmi? Tushunasizlarmi? Amstaff degan jangovar kuchuni bilasizlarmi? Zo'r. Burbek. Mushularni haydab yording hammasini. Bir baloni shillab yuribsan. Yaxshimisizlar? Hurmatli o'rtoqlar, piddaras dushmanlar. Ushbu kuch juda ham dahshat kuch, Amerikaning gibridlaridan, u anaqa pitbullga o'xshaganda, tushunasizlarmi, yoki bulteriermi? Bu jangovar kuch, tushunasizlarmi? Yirtsa ko'tini billa konkretni odamni ko'tini yirtib tashlaydi, yirtaman desa, tushunasizlarmi? Inshaalloh demasdan yirtib yuboradi ko'tlargilarni, tushunasizlarmi? Inshaalloh, mashalloh demasdan, tushunasizlarmi? Mana bizani boksyorlar o'zi inshaalloh deb butun yutqazib qo'yapti. MMAni gapirmasa ham bo'ladi. U Nursulton Ro'zoboyev bor, bitta jangchi MMAni UFCda bir 2 martami, 3 martami, короче, jang qildi. O'zim men uni hurmat qilaman, yaxshi bola. Lekin mana shu inshaalloh hamma g'alaba Allohdan degan mana shunga ko'rdim his qildi. Bundan chiqdi bu Alloh lo'q ekanda. Hamma g'alaba o'zi xristianlarning qo'lida. Bitta ikkita bo'ldi, atigi bitta ikkita musulmon yutgan o'sha nima desam, o'sha poyesi bor. Anaqada MMAda hozir kimning poyesi bor? Islom Maxachevning poyesi bor, bitta o'sha musulmon. Bo'ldi, qolganlar hammasi yo'qotdi poyesni. Anaqa Hamzat Chimayev Barets yo'qotdi poyesni. Anaqa Magomed Ankalayev yo'qotdi poyesini. U ham Barets edi, chechen. To'g'rimi? Endi Habib vaqtida qochib qoldi, uni ham yutishardi. Odamlar aytayotdiki, u ham yutqazardi Habib. Просто vaqtida qochib qoldi u Habib, tushunasizlarmi? Men bu boksyorlar o'zi ham inshaalloh mashalloh deb yutqazib qo'yapti butun bular. Shunisi borki, hamma g'alaba Allohdan nima deganing bu. Bitta Parmatni videosini ko'rdim yaqinda. Parmat degan chechen bor, menga o'xshagan anti-islamist. O'sha chechen menga o'xshagan anti-islamist, tushunasizlarmi? Parmat nomi. O'sha videosida bittasi aytayotdi, endi u debat qilyapti-da, video debat qilyapti. Kimdandir aytayotdiki, mana Parmat bilasanmi, Alloh ko'p narsa bergan musulmonlarga, mana g'alaba bo'lganda, masalan, turklarda greklardan Konstantinopolni olib qo'yib, mana endi Istanbul bo'lgan. Parmat eshitdi, to'xtab tur o'rtoqdi, to'xtab tur. Menga qaradi. G'alaba agar masalan Allohdan bo'lsa, bu Alloh zaif ekan. Chunki xristianlar undan kurtoy chiqadi. Angliyani qaragan, bu yerni yarmisidan ko'pini o'sha koloniya qilgan. Bitta Angliya har bir 4-chi, o'sha yerni har bir 4-chi odami o'sha Angliyaning koloniyasining tegida bo'lgan, tushunasizlarmi? Butun o'sha arab mamlakatlar bormi, Singapur, Malayziya, butun o'sha Allohdan birga koloniya qilgan Angliya, tushunasizlarmi? Qani endi buni Allohning buyukligi men shaxsiy ko'rmayman. Menga Alloh buyuk, qattiq buyuk men tushunmadim. Qattiq buyuk, men вообще tushunmadim buni. Kimdir balkim so'raydi, bu birinchi jahon urushini yoki ikkinchi jahon urushini nima aloqasi bor musulmonlarga? Katta aloqasi bor. Masalan, birinchi jahon urushi ham nemislar, ikkinchi jahon urushi ham nemislar. Agar nemislar yutganda nemislar, butun musulmon dunyo qul bo'lib ketardi nemislarga, bu 100%.